Bir oq ko'ngil doktor yigit bo'lib, u bir kuni xizmatiga mang'ash, doktorxonada davolanayotgan ustozini yo'qlash uchun bir dasta gul ilib doktorxonaga keldi. U ustozini yo'qlab bo'lib, boshqa kasallarga gul va tatliq turum taqitib, ularning qalbiga xushallik beg'ishlash jarayonida tuyuqsiz bir buvoyning og'riq azobidan echinishliq voyjallayotganligini anglab qoldi. Yigit uningga yiroqdan sinchilab qaradi. Buvoyning ko'zlaridan taramlab yosh chiqayotdi. Sestra qiz yigitga tushundirib, buvoyning bir yildan beri doktorxonada davolanayotganligini, og'riq azobidan kechalari uxlayolmaydiganligini, hatto o'zini o'ltirib olmoqchi bo'lganligini dedi. Va orqadilla siz uni tonimsiz deb so'radi sestra yigitning buvoyga diqqat qilayotganligidan hayron qilib. Ha, yaxshi toniyman. Bu odam dadamga nihoyatda og'ir zulm qilgan. Dadam uning sababidan ona yurtini tashlab chiqib ketib, dard ichida o'lib ketgan edi. Bu odam yolg'ondan qasam qilib, dadamning o'ziga uyni setib berganligini da'vo qilgan va yolg'on guvohchilarni hozirlagan bo'lib, guvohchilar pulga setilgan bo'g'ashqa uning manfaati uchun yolg'on guvohlik bergan edi. Dadam unda qilmang deb ko'p yolvurgan hamda payg'ambar alayhissalomning kofir bo'lsa-mu zulmga uchirgan kishining duosidan saqlaninglar. Chunki uning duosi bilan Allohning orasida hech qanday to'salg'u bo'lmaydi degan so'zini eslatgan bo'lsa-mu, ammo bu odam dadamning gapini masxara qilgan va haqorat qilgan edi. Keyin dadam o'lib qoldi. U yana o'zining huquq mansibi, pul meli bilan dadamga o'xshash nurg'un kishilarga zulm qiladi. Dadam nihoyat taqvodor banda bo'lib, Allohga ko'pdan ko'p duo qiladi. Biz uyimizdan ayrilib qilib, yezidagi buvimizning uyiga berib o'ltirishga majbur bo'ldik. Biz har doim bizga Alloh kifoyadir, Alloh bizning eng yaxshi vakilimizdir deydik. Mana bu siz ko'rayotganingiz Allohning zolimlarga bu dunyoda bergan jazosidir. Yigit sestra qizga ana shundoq degenicha buvoyning yiniga keldi. Uningda shakar kesili, qon qitishish, jigar kesili, börekning qordan chiqishi, qonning buzilishi qatorliq nurg'un kasalliklar bor bo'lib, u yigitni ko'ribla, "Men sana va sening dadangga zulm qilgan edim. Hamda dadangning o'lishiga sabab bo'lgan edim. Men bilan qarshilashgan har qanday kishiga qilcha orom bermaydim. Ammo 2 yildan beri saqaymas kasallar meni qopladi. Men qattiq pushaymon qildim. Kishilardan nohaq ilib pul mollarni qaytarib bermoqchi bo'ldim. Ammo hamma odam rad qildi. Hammani odam yo'q bir yerga tashlab qo'ydi. Baxtimga yarasha tonimaydigan bir kishi meni doktorxonaga akilib qo'ydi. Ammo 1 yildan beri qattiq azoblanyapman. O'limni orzu qilsam-mu, u menga kelmadi. Men o'z vaqtida nurg'un kishilarni azoblagan edim. Mana endi o'zim azoblanyapman. Bolalarim meni tashlavatdi. Mana endi men o'sha kishilarning uvolisiga qoldim. Birdam rohat ololmayman. Og'riq azobi har doim jinimni qiynaydi. Burun qilgan etgan askiliklarimni, zulmlarimni eslashim uchun va tövbe qilishim uchun bo'lsa kerak. Alloh mening aqlimni qo'g'dab qolgan o'xshaydi. Har holda aqlim bor, biroq qalbim bekla azoblanib ketyapti. Bildimki, dunyo azobidan oxirat azobi qattiq ekan. Buvoyning so'zini anglagan yigit ta'sirlanib, ko'zlariga yosh oldi va uningga ich og'irtib mundoq dedi. Undaqda siz Allohga chin dilingizdan tavba qiling. Gunohlaringizga pushaymon qiling. Biz ikkimiz birga siz zulm qilgan kishilarning hammasining yeniga bir-birlab berib, ulardan afo so'rayli, rozilik olayli. Pul mollarini qaytarishga va'da bering. Ishonamanki, ularimiz sizning bu holingizni ko'rsa, ichi og'rib sizni kechiradi. Buvoy bakmi xushal bo'ldi va Allohga haqiqatan tavba qildi. Istig'for etdi. Burun qilgan hamma gunohlariga bakmi pushaymon qildi. Shundoqli doktor yigit bilan birga o'zi zulm qilgan odamlarning qishig'i berib, bir-birlab ulardan afo so'ramoqchi va ularni rozi qilmoqchi bo'ldi. Alloh taolo mundoq deydi: Zolimlarning qilmishlaridan Allohni bexabar deb o'ylamagin. Alloh ularni jazolashni shu kunining dahshatidan ko'zlar chekchib qoladigan kunigacha, ya'ni qiyomat kunigacha kechiktiradi. Bu kunda ular boshlarini ko'tarib olg'a qarab chopadi. Ko'zlari echilib qoladi. Tangir qilganlikdan dillari, aql, idrokdan xoli bo'lib qoladi. Ey Muhammad, kishilarni, ya'ni kuffarlarni azob keladigan kun, ya'ni qiyomat kunidan ogohlantirgin.